Bayramxon Xatamova. Hammalari. Obidjon. Abdurahmonov. Abdurahmonov dedingizmi? Yo'q. O bandam TV-ni Ana mana video. Nasıl hakem var bir şey? Assalomu alaykum rahmatulloh. Mana hojilarimiz xolos registratsiya o'tirishibdi. Jo'raga, gruppaga Voray bo'lsin endi xudo xolasa. Mana hojilarimiz inshaalloh mana xudo xolasa Madinaga, Farg'ona Madina inshaalloh xudo xolasa tushadi mana. Hojilarimiz hammalari registratsiya o'tirishibdi mana. Farg'ona Madina tushadi inshaalloh. Safarlarni Allohga xatar qilsin. Xudo xolasa hamdarakan inshaalloh xudo xolasa tushyapti mana. Registratsiyamiz boshlandi xudo xolasa. eski shogirdlarim bor. Shular shamadan kimlar qopti ekan. Hozir ko'ramiz, hozir bor registratsiyada hozir ko'ramiz. Toshkent Oldindan bu oldu. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hojilarimiz bilan birgalikda hammamiz mana Farg'ona xalqaro aeroportidan mana Madina Munavvaraga mana birgalikda mana bir safarga chiqyapmiz. Alloh taolo hammaga ibodatlarga, ulug' ziyoratlarga borishni Alloh taolo hammalarini nasibador qilsin. Hojilarimiz hammalari işte mana xohlasa duo qilinglar. Alloh taolo xayr qilsin, safarlarimizni sog' salomat yetib olishimizni Alloh nasib qilsin. Mana ota-onamiz, onamiz birgalikda Alloh taolo nasib qilib mana birgalikda Madina Munavvaraga mana hojilar bilan birgalikda mana chiqyapmiz. Hojilarimiz hammalari birgalikda mana hozir mana joylashib mana hammalari birgalikda mana Tavjon joylashib hozir mana hoji onamiz birgalikda mana chekalarimiz joylashib hozir. Joy bor qo'yib qo'ymiz, aqada joy bor, qo'yib qo'ying. Nimalari birgalikda Boshqa yuring tezroq. Bo'ldi. Adanta.
Amin. Biladigan ibodatlarimizni qabul qilib Amin. bilmay qilgan gunohlarimizga kaforat qilgin. Amin. Amin. Alhamdulillah robbil alamin va aqibatu muttaqin. Assalatu wassalamu ala rasulih Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in. Amin. Samolyotimiz mana yurdi. Alloh taolo o'zi haydasa mana hojilar bilan birgalikda mana hammalari. Alloh taolo o'zi safarlarimizni xayr qilsin. Mana hammalari sog' salomat mana. Alloh taolo hammaga nasib qilsin. Sog' go'zal ibodatlarda, ziyoratlarda qilishni Alloh taolo hammaga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana biz Allohning izni bilan alhamdulillah Madina Munawvaraga aeroportiga samolyotimiz bilan yetib keldik. Hammalari salomat mana kelishdi. Alloh taolo oson qilib mana Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hojiakalarimiz, hoji-onalarimiz mana hammalari sog' salomat Madina Munawvara aeroportiga mana yetib kelishdi. Hammalari sog' salomat mana. Alloh taolo mana oson qilib hoji-onalarimiz mana hojiakalarimiz hammalari sog' salomat Madina Munawvaraga mana yetib kelishdi. Mana hammalari sog' salomat. Alloh taolo oson qilib hammamiz mana sog' salomat yetib keldik. Mana hammalari mana sog' salomat yetib kelishdi. Payg'ambar alayhisalomning muborak shaharlariga qadamlarini Alloh taolo qutli qilsin, fayzli qilsin, barakotli qilsin. Mana hammalari mana go'zal holatda yetib kelishdi. Sog' salomat Madina shahriga yetib kelishdi. Mana hammalari sog' salomat yetib kelishdi. Alloh taolo qadamlarini qutli qilsin, fayzli qilsin, barakotli qilsin. Ana nimalarga chiqaramiz, avtobuslarga chiqaramiz endi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hoji-onalarimiz, hoji-akalarimiz bilan birgalikda mana alhamdulillah Madina Munawvara mana aeroportiga yetib keldik. Mana hoji-onalarimiz hammalari mana sog' salomat yetib kelishdi. Mana Alloh taolo o'zi oson qilib hammalari mana Madina Munawvara aeroportiga mana hammalari sog' salomat yetib kelishdi. Mana hammalari mana samolyotdan tushyapti. Mana Alloh taolo hammalarining qadamlarini bu Madina Munawvaraga xayrli, fayzli, barakotli qilsin. Bu ulug' joylarda, aziz joylarda, go'zal ibodatlarda, ziyoratlarda qilishlikni Alloh taolo hammalariga nasib ro'za aylasin. Mana hojilarimiz hammalari tushyapti. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hoji-akalarimiz bilan birgalikda mana Masjid-un Nabaviyda mana iftor namozlarini mana hammalari ado qilishib birgalikda mana salomlarga kirishib mana chiqishdi. Alloh taolo barcha qilgan ibodatlarini Alloh qabul qilsin. Mana hammalari sog' salomat mana yetib kelishib mana Masjid-un Nabaviyda Alloh taolo oson qilib mana ibodatlarni boshladik. Mana hammalari birgalikda mana Alloh taolo hammaga nasib qilsin. Ulug' Payg'ambar alayhissalomning muborak Masjid-un Nabaviylarga kelib ibodat qilishlik, ziyorat qilishlik Alloh taolo hammaga nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hoji-akalarimiz bilan birgalikda mana Masjid-un Nabaviyni mana birgalikda kirib ziyoratlarni qilib, iftor namozlarini ado qilib mana chiqyapmiz. Hammalari mana birgalikda Alloh taolo nasib qilib mana Payg'ambar alayhissalomga salomlarni berib hammamiz mana iftor namozlarini ado qilib birgalikda chiqyapmiz. Mana hammalari mana sog' salomat mana
Hammalari mana. O'z salomat bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana taqsir nimasi bilan mana Masjid Nabaviyda iftor namozini o'qib chiqyapmiz. Salomat bo'linglar, kelinglar hamma. Hammaga nasib qilsin, ha. Nasib qilsin mana shu Hammalarini. salomat bo'ling. Amin, amin mana. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hoji onalarimiz ham mana harami sharifga kirib, mana salomlarni berishib, mana ibodatlarni chiqyapti. Alloh taolo yetkazdi. Mana payg'ambar alayhisalomning muborak Masjid Nabaviylariga mana kelishda hammalari mana ibodatlarni mana salomlarni berib Allohimizga hamd sanolar. Kelaveringlar, kelaveringlar. Mana manara. Yetib kelganimizga shukr. Amin, amin, amin. Amin mana. Alloh hamisha panohida o'zi saqlab qilgan Amin. ibodatlarimizda Amin. marhamat qilsin. Amin, amin, amin. Amin. Mana. Amin, amin, amin. Hammamiz ham sog' salomat qaytib ketaylik. Amin, amin. Mana hammalari. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana hojilarimiz bilan birgalikda Madina Munavvarada mana hammalari mana birgalikda mana Alloh taolo nasib qilib Madina Munavvarada mana tahajjud namozlariga azon chaqiryapti mana. Harami sharifda mana hammalari birgalikda mana tahajjud namoziga kirib ketyapmiz. Mana hammalari mana yig'ilib tahajjud namoziga mana azon chaqiryapti. Alloh taolo hammani yetkazsin. Mana shuna bir ulug' payg'ambar alayhisalom ziyoratiga hamma yaqinlarimizni, hammalarini Alloh taolo yetkazsin.